Biz bugün Çağatay Devleti'nin padişahı Tuğluk Tömürxan'ın Müslüman bo'lishig'a sebep bo'lgan büyük İslam alemi Mevlana Erşidin bilen tanışıp çıkımız. Mevlana Erşidin 1290 yıl bilen 1360 yıllar etrafında yaşaydı. Onun dadısı Mevlana Şeyh Cemaleddin Ketiki. Şeyh Cemaleddin Ketiki Tuğluk Tömürxan 18 yaş vaqtlarida uçuruşup kalıp onu İslam'a davet kıldı. Tuğluk Tömürxan men xan bulup müstakil iş başlığınımda keling men Müslüman bolaman deydi. Bir mezgilden keyin Tuğluk Tömürxan Çağatay Devleti'nin padişahlık taxtida o'tirdi. Afsus bu vaqtda Şeyh Cemaleddin Ketiki vafot bo'lib bo'lgan. Ammo Şeyh vafot bo'lish oldida o'g'li Mevlana Erşidinga Tuğluk Tömürxan taxtiga o'tirganda cho'qim berib uni islomga da'vat qilishga vasiyat qoldirib ketgan bo'lib, Tuğluk Tömürxanning taxtga o'tirganligini anglagan Mevlana Erşidin Aqsudan darhol Çağatay Devletining poytaxti Almaliqqa qarab yo'lga chiqdi. Poytaxtga kelib shuncha amal qilibmi xon bilan ko'risholmaydi. Shuning bilan har kuni tong saharda xon ordisiga yaqin bir do'ngga chiqib azan to'laydi. Azan sabablik aromida uxlayolmagan xon odam avatib tutib kelishga buyurdi. Ular Mevlana Erşidinni tutib Tuğluk Tömürxanning oldiga keldi. U Mevlana Erşidinni yaqinroq kelishga buyurib, "Sen kimsan? Tong saharda uxlayotganimda vaqirab meni bearam qilasan?" deb so'raydi. Mevlana Erşidin "Men ayni vaqtda siz musulmon bo'lishga va'da bergan kishining o'g'li bo'laman" deydi. Tuğluk Tömürxan "Xo'sh kelibsiz. Otingiz qayerda?" deb so'raydi. Mevlana Erşidin otasining vafot bo'lganligini va o'lish oldida bu ishlarni vasiyat qilganligini aytdi. Tuğluk Tömürxan musulmon bo'lib, bir-birlab vazir amirlarni islomga da'vat qilib, ularmi musulmon bo'ladi. Va shu kuni Çağatay Devletining Almaliqda Mevlana Erşidinning da'vat qilishi bilan 60 ming Mo'ng'ul biraqli musulmon bo'ladi. Bu tarixiy kunda Tuğluk Tömürxanga Abu Bakri Muhammad deb musulmoncha ism qo'yildi. Kunning o'tishi va Alloh taolaning inoyati va hidoyati va shundaqla Mevlana Erşidin damullaning da'vat qilishi va Tuğluk Tömürxanning qo'llashi bilan texmi ko'p islom olimlarini chaqirtib, xalqni keng ko'lamda islom diniga da'vat qildi. Uzun o'tmay Mevlana Erşidinning da'vati bilan 400 mingdan ortiq xalq musulmon bo'ldi. Demak, butun Almaliqni islom shahriga aylantirib, Çağatay Devleti islom davlatiga aylanadi. Keyin Mevlana Erşidin Tuğluk Tömürxandan kuchog'iga qaytib kelib, da'vat ishlari bilan shug'ullanishga ruxsat olib, kuchog'iga kelib o'ltiraqlashadi. Tuğluk Tömürxan uningga 3 eriq suv degan yerni hadiya qilib berdi. Mevlana Erşidin Tuğluk Tömürxandan kuchoqda da'vat ishlari bilan shug'ullanishga ruxsat olib, kuchog'iga kelib o'ltiraqlashadi. Tuğluk Tömürxan uningga 3 eriq suv degan yerni hadiya qilib berdi. Mevlana Erşidin kuchog'iga kelib ko'p kishilarni musulmon qildi va nurg'un ahli ilm taliblarni yetishtirdi. Mevlana Erşidin azan to'lg'an do'ng tarixning guvohchisi sifatida Qo'rg'os noyisining sharqi shimolida Keygan daryosining sharqida azan do'ng deb atilib kelmoqda. Mevlana Erşidin vafot bo'lgandan keyin xalq bu buyuk da'vatchi islom olimiga atab cho'ng bir masjid soladi va bu masjidni Mevlana deb ataydi. Bilimdek bir güzel yar yok. Bilimden